Qunduz amakining qissalari filmini namoyish etadi. Amakijon bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha? Bittasini aytingiz. Yana bitta aytib bering. Ha, haligi sichqonlarning nikoh to'yi haqidagisi bor-ku. O'shanisini, ha? Rejissyorlar Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bailly. Olg'a, men orqamda Vaqtim yo'q, men o'qiyapman. Meni bo'lsa qo'rchog'im xohlamayapti. Nimaga xohlamas ekan? Xohlaydi, juda xohlaydi. Voy qo'rchog'im, qo'rchog'im qochib ketdi. Qiynab qo'yasan. Obbo, jimsanglarchi. Bermayapti. Qo'lagini yirtvordi. Yaqinroq kelsanglar sizlarga erta aytib beraman. Trikati va trikata. Sho'rlik trikatiga qiyin edi. Uning 12 ta o'g'li bo'lib, hammasi sho'x, to'polonchi, shumtaka bo'lib o'sayotgan edi. Ular goh daraxtga tirmashib chiqib ketishar, goh tepalikdan qorinlarda sirpanchiq otib tushishar, goh devordan xatlar yo anhordan kechib o'tishardi. Oyi, ishtonim yetilib qoldi. Mening bitta paypog'im yo'q. Boriyam yetti. O'zingni qo'ylaging teshik. Trikati bolalarni uxlashga yotqizguncha ham bo'lar ekan. Voy bola tushmagurlari, axir sizlarga ertaga nima kiydiraman? Paypoqlaringning yarmi yo'qolgan. Ishtonu ko'ylaklarni ko'p tikonlarga, daraxtlarga ilinib yirtilgan. Ularni qachon izlab topaman, qachon tikaman? Trikati shiftga qarabdi. U yerda o'rgimchaklar rosa in qurib tashashgan edi. Bu yaramaslarni kasrga uyimni ham yig'ishtira olmayman. O'rgimchaklar ja ko'payib ketishdi. Men yamon yamash bilan, ular in qurish bilan ovora. Shoshmanglar. Hali hammalaringni supurgi bilan gumdon qilaman. Ber deyapman. Voy Trikati oyi, siz yaxshisi bizdan yordam so'rang. Bizga o'xshagan mohir to'quvchilar uchun bu ish hech gap emas. Biz sizga bir jajji qizni yordamga beramiz. O'zimiz unga mador bo'lib turamiz. Uning oti Trikata. Trikati tush ko'ryapman deb o'ylabdi. Shu payt uning ko'ziga qo'liga tegmay paypoq to'qiyotgan jajji qizaloq ko'rinibdi. U havas qiladigan darajada o'ta mohirlik bilan ishlardi. Sen juda chevar ekansan, Trikata. Ish boshlaganingga yarim soat bo'lgani yo'q-u, halitdan paypoq tayyor bo'lib qoldi-ya. Trikati oyi, iltimos menga xalaqit qilmang, bo'lmasa hisobdan adashib ketaman. Paypoqni tovonini to'qish nozik ish. Tayyor paypoq yerga tushibdi. Trikata bo'lsa, unga qayrilib ham qaramay yangi paypoqni to'qishga kirishibdi. Voy tavba, bir marta ham xato qilmadi. Bitta ham tuguni yechilmadi-ya. Iltimos, bir pas gapirmay turing, bo'lmasa bugun 12 juft paypoqni to'qib ulgura olmayman. Voy o'lmasam, 12 juft bechora qizcha. Trikati oyi, siz yaxshisi yotib uxlang, men tinchgina ishlay. Ertaga vaqtli turishingiz kerak. Ukalarim bilan birga qo'yni junini olgani, qanot o'rganib borasiz. Keyin menga ip yigirib berishingiz kerak bo'ladi. Ha, demak, to'pdagi ipim tamom bo'lib qoladi. 12 aka-uka ertalab ko'zini ochib qarasa, har bir kravatda bir juftdan issiq jun paypoq turganmish. Bo'la qolinglar bolalar, nonushta tayyor. Agar bittadan jun ko'ylak to'qib berishimni xohlasanglar, ishga kirishinglar, ipim tugab qolyapti. Ular jun qaychi olishib yaylovga jo'nashibdi. Hash-pash deguncha qo'ylarni yungib tog' bo'lib uyilibdi. Tezroq qimillaylar. Hali junni yuvish, quritish, savash, yigirish kerak edi. Bo'la qolinglar. Hozir Trikatani ip tugaydi. Xuddi shu payt aka-ukalar 3 kalava oppoq jun ipni ko'tarib kirib kelishibdi. Endi bolalar, qanot o'rganib boringlar. Tepamda qaqqayib tursanglar, menga xalaqit berasizlar. Bolalar yana ishga kirishibdi. Paypoqlarda teshik yo'q. Kiyimlarda dog' ham yo'q. Ko'ylak ishtonlar ham butun. Trikotaga ip kerak. Menga hech qanaqa ish qolmadi-ya. Trikati oyi o'rgimchak illarni supurgi bilan olib tashlashga chog'lanibdi-yu, lekin hech qo'li bormabdi. Axir chevar qiz Trikatani shu o'rgimchaklar yuborgan edi-da. Tag'ini achchiqlari chiqmasin. Trikati oyi, qani, mana buni qo'lingizga oling-chi. To'qish oppoq oson. Qarang, o'z-o'zidan to'qiyveradi. Voy rost.
Zimda paypoq tayyor bo'ldi-ya. U trikataning ovozi kelmayotganidan hayron bo'pti. Qarasa qiz g'oyib bo'pti. Shiftdagi o'rgimchaklar trikati oyiga qarab kulib turishganmish. Uni bo'lsa o'rgimchaklarni tomosha qilishga vaqti yo'q edi. Bolalar katta bo'lib qolishdi. Ularga ketma-ket paypoq va jun ko'ylaklar to'qib turishim kerak. Siz ham to'qishni bilasizmi, Qudbazam aka? Tikishni ham, yamashni ham bilasizmi? Qo'g'irchoqqa ko'ylakchi? Albatta, buni birgalikda bajarsak qiziqarli bo'ladi. Bizga ip bilan igna kerak. Hamma kerakli narsalarni katta shkafdagi qutishadan topasizlar. Agarchi tikishni bilganimda o'zimga hindular kiyimini tikib olardim. Men sehrgarlar qalpog'ini, Men qutichani topdim. baragimizni ham kashta tikib bezardik. Avval ko'ylak tikish kerak. Keyin kiyimlarni yirtig'ini yamash kerak. Qani, nimalar bor ekan? Bu juda ajoyib-ku. Angishvona, qaychi, tugmalar. Mana kombinezon to'qasi. Bas, hammasini ayqash-uyqash qilib olasizlar. Siz ishlab turib bizga erta aytib bera olasizmi? Ha, yaxshi. Charlotta va Qovoq xola. Charlotta degan bir qiz bor ekan. U bir gal juda bema'nilik qilib qo'yibdi. Bu qilmishi uchun uni qattiq jazolashibdi. Bo'ldi. Boshqa kaltak yeyishni xohlamayman. Undan ko'ra Qovoq xolaning oldiga ketaman. Ko'ramizki nima bo'larkin. Ketdim. Qovoq xola g'orda yashar ekan. Uni sho'r tumshuq mushugi va shallaq qarg'asi bor ekan. Xola doim bir nimalarni qaynatib, qozonga ham har balolarni tashlab turar ekan. Turupning tomiri, qurbaqaning so'lagi, bir siqim ugra, o'rgimchi uyasi, ozgina shakar u qattakkina tuz. Bu bilan badqavoq odamni ham kayfini choq qilishi mumkin. Qovoq xola xursand bo'lib mushugiga tupuribdi. Mushugini bo'lsa joni chiqibdi. Ha, tasqara, nimaga kelding? Pishirib qo'yibdimi bu yerda senga? Men Qovoq xola oyimdan arazlab keldim. U menga tanbeh berib, nuqul jazolagan. Yordam bering. Tushunarli. Qani o'tir. Menda buni ajoyib davosi bor. Qovoq xola kattakon sabzini artib, uni mashinada qiymalabdi. Yana bir siqim qichitqi o't talqoni, mo'jizakor kukundori. Sirkani o'zar tasqara. Agar yesang bodringni, men cho'qiyman burningni. Qovoq xola qozonga bir banka qora eti moyi solibdi. Hidi muncha yomon. Ushla tasqara. Oying buni yalab ko'rsa, apoq-chapoq bo'lib ketasizlar. 13 soqqayu bir aqiq to'la. Qimmat-ku. Qimmat dema, bu juda ham ajoyib dori. Hali o'zing ko'rasan. Obaki dondonga o'xsharkan-a? Ha, bu chindan ham cho'pga qadalgan obaki dondon. Muncha o'sara bu bolalar. Qani tuyog'ingni shiqillat. Hali yana boshqa dorilar tayyorlashim kerak. Qizcha yo'lda bir otni uchratibdi. Voy, bu Jiminiku. U otni silay boshlabdi. Ot esa bexosdan obika dondonni yalabdi. Ana xolos. Shu payt birdan otning ikki qulog'i o'rtasidan uzundan uzun shox o'sib chiqibdi. Xayr, Jimini. Ishqilib, obaki dondonning ta'siri uzoqqa cho'zilmasin-da. U muyulishga yetibdi. Voy, Kastanyetta, bolalaring muncha shirin. Charlotta mushukni silayotganda turgan gapki mushukchalar obiki dondondan yalay boshlashibdi va bir zumda qanot chiqarishib, gurr etib osmonga uchishibdi. Qayoqqa bolalarim? Tezroq yala, ularga yetib olasan. U darhaqiqat osmonga uchibdi-yu, lekin ko'tarilishi ancha qiyin bo'pti. Bu obaki dondonning xosiyati g'alati ekan. Qiziq, suvga solsam nima qilarkan? Nilufar gullar birdan pufakchalarga aylanib osmonga uchibdilar. Qurbaqaning badanda pushtirang hol-hol dog'lar paydo bo'lib, eshakka o'xshab hangray boshlabdi. Bunaqa bo'lishini bilmovdim. Endi uyga bora qolay. Charlotta obiki dondonni suvdan olib qarasa, quruq cho'pni o'zi qopdi xolos. Ajab bo'pti.
Bo'lmasa, oyim uchun bu juda og'ir jazo bo'lardi. Bechora oyimni badani pad bilan qoplanib uchib ketishi, yo eshak bo'lib hayrashi, yo bo'lmasa boshidan kattakon shox o'sib chiqishi mumkin edi. Muncha hayallab qolding, Charlotta, kasal bo'lib qolmadingmi? Charlotta hijolatda qopti. U hali ham cho'pni tashlamagan edi. Mana cho'p cho'zilib, uzayib, juda alomat gulga aylanibdi. Voy, muncha chiroyli. Uni katta chinni guldonga solib qo'yaman. Shu kundan boshlab ular apaq-chapaq bo'lib ketishibdi. Hamma gapdan xabardor qovoq xola esa miyig'ida kulib qo'yibdi. Xola bilan uchrashsaydim. U oqkun ekan. Bizga ham biror yaxshilik qilardi. Qanaqa yaxshilik? Kiyim tikishni o'rgatadigan, dor tayyorlab berardi. Kiyim tikish unaqa qiyin emas. Qarab turinglar. Qani, ko'rsatib qoling, Quduz amaki.